Assalomu alaykum kanalimiz muxlislari. Kunlar issiq xudo solsa sezonlar boshlanib qolyapti. Shu sababdan ba'zi bir mahsulotlarimiz haqida sizlarga ma'lumot berib o'tamiz. Kanalimizni yo'qotmash uchun like va podpiska bosib qo'yishni unutmaysizlar. Unda biz boshladik. Mana bu ko'rinishdagi poddomligimizni zakaz bo'yicha kesib tayyorlab qo'ydik. Ko'pchilik ustakalarimiz yaxshi biladi. Shilaga blokchilar uchun poddom razmerlari 45 ga 85 bo'ladi. Sinasi eng kamida 3lik, vibratsiyaga chidamli. Bir donasini ikkita oyoq qo'shib beramiz. Oyoqlarni ko'rishingiz mumkin. 32 ming so'mdan beryapmiz. 3 ta oyoq degan insonlar uchun albatta kelishgan holda qilib beramiz. Ba'zi bir insonlar uchun nostandart razmerdagi poddom kerak bo'lsa kesib bera olamiz. Misol uchun 1 metrga 1.20, uni narxini kelishgan holda narxnomasi o'zgarib turadi. Shu sababdan qachon kerak bo'lsa telefon qilsangizlar kelishtirib beramiz. Mana bu yerda esa xudo xolasa xorlarimizni zakaz bo'yicha yasab tayyorlab qo'yapmiz. Bor bo'yiga 11.70 ko'rishingiz mumkin. Konteynerda 6x6 profildan bo'lgan, ichi zigzag usulda to'qilgan, bu esa 35lik. Ko'pchilik tushunmayapti, shuning uchun ma'lumot berib o'tamiz. Bu boshidan bu boshgacha 35 bo'ladi. 20, 25, 30, 35, 38 bo'ladi. Pul o'zgarmaydi. Bo'yini siz aytgan razmerga yasab bera olamiz. 7 metr, 8 metr kerak degan insonlar uchun tepasida bir dona choyk bo'ladi, pasti butun bo'ladi. 6x6si 185 ming so'mdan yasab beryapmiz. Yo'q, bitta ham choyk bo'lmasin degan insonlar uchun 195 ming so'm yasab beramiz. Bu xorlarimiz xudosa 7, 8, 9 metrgacha bersum, behijolat ko'tarib turaveradi. Loy tom patologiya bilan. Undan olti ziyod bo'lgan joylar uchun qo'sh xoriq deb tayyorlab beramiz. Ko'pchilik so'rashi mumkin, qo'sh xoriq qanday bo'ladi deb. Mana bu qo'sh xoriqimizni ikkitasini tikka qilamiz tag'in. 5 joydan qo'shib beramiz. Anasi qo'sh xoriq deyiladi. 1 metrini 380 ming so'mdan 450 ming so'mgacha tayyorlab beryapmiz. 12 metr, 15 metr joylar uchun xudosi bez ustun loy tomi bilan ko'tarib turaveradi. Ustundan ustungacha oralig'i 8 metr. To'g'ri bunda loy yo'q, lekin xudosi loy bo'lsa ham behijolat ko'tarib turaveradi. Zigzag usulda to'qilgan. Mana ko'rinishdagi filmlar, navesilar bo'lsa, inshaalloh kelishgan holda cho'tkilab ishni bitirib beramiz. Turga turdan bo'lgan 1 metrini 120 ming so'mdan tayyorlab beryapmiz. Endi ko'pchilik aytishi mumkin, yanada baqoda xonasi bormi degan insonlar uchun tepa pasta ramkasiga 6x4, ichi turga turdan bo'ladi. 135 ming so'mdan yasab bitirib beramiz xudo xolasa. Ustunubkasi отдельный bo'ladi. Yana bizda mana bu ko'rinishdagi profillarimiz, kapalaklarimiz bor. To'rga 4, holatlari cho'tki. Sinasi 2lik bo'ladi. Bo'yin uzunligi 2.60. Bunda bir donasi 44 ming so'm beryapmiz. Sinasi qalin, orqalisdan tayyorlangan. Jinda arzon holatdagisi bor, 1.8 bo'ladi. Bo'yi 2.60, 40 ming so'm beryapmiz. Sifatiga qarab baho aytiladi albatta. Kapalak so'ragan insonlar uchun kapalaklarimiz bor, 2.30. Bir donasini 30 ming so'm beryapmiz. Buni ko'pchilik akalar naveslar uchun reka qilib foydalansa bo'laveradi. Optim olmoqchi bo'lgan insonlar uchun albatta yo'lda qilib beramiz. Kanalimizni yo'qotib qo'ymash uchun like va podpiska bosib qo'yishni unutmaysizlar. Manzilimiz Farg'ona viloyati Buvayda tumani Dehqonobod mahallasidamiz. Mo'ljal uchun 42-maktabda to'g'risidagi do'kon.